2022 yılı 11. ayının 4. günü keşte London şəhərinin ən avat yerlerden biri boğan Liverpool koçısının yenideki bir tarmaq yoluğa joylashgan Rex teatrxonasida avlodi bilan bağlanışını üzüp yıldızını qo'mirib tashlash nomli teatr sahnaga elib chiqilgan. Angliya Sohaya Vision san'at şirketi tarafidan sahnaga elib chiqilgan mazkur teatrda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq qatorliq turk xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi tema qilingan. Bu Uyg'ur qirg'inchiligi tema qilingan sahna asrining Angliyada tunji qatim sahnaga elib chiqilishi hisoblanadi ekan. Şvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi 4 noyabr kuni Shvetsiyaning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini tonish haqida Shvetsiya parlamenti a'zolari va adolat ministrligi maktub sungan. Maktubda Xitoyning Sharq Turkiston xalqini yo'qotish uchun qilayotgan jinoiy qilmishlari, Sharq Turkistonning navbatdagi umumiy vaziyat ahvoli tonishtirilgan. Hozirgacha nurg'un arab davlatlarining parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan bo'lib, yaqinda e'lon qilingan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining dokumentida Xitoyning qilmishlari insoniyatga qarshi jinoyat deb atalgan edi. Xitoyning atalmış yuqumni nölga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilayotgan ishni teshidan taqab oilaga qamab osh qo'yish, davolamay qiynash qilmishlari Sharq Turkiston xalqiga ofat bo'lmoqda. İjtimoiy uchur vositalarida oshkorlangan bir qancha sendan ma'lum bo'lishicha, ishg'oliyatchi Xitoy rejimi yana Uyg'urlarni noma'lum ayirib ko'zitish o'rinlariga kollektiv qamashni davom qilgan bo'lib, mazkur markazlarda isitish uskunalari bo'lmaganligi sababdan xalq sovuqda qiynalib qolgan. 2 noyabrda Olmatoda asarlar sadosi mavzusida xalqaro rasm ko'rgazmasi ochildi. Qozog'istonning Markaziy davlat muzeyida ochilgan bu ko'rgazmaga Uyg'ur ayol rassomlarining asarlari qo'yildi. Faoliyatni Dunyo san'ati nomli zamonaviy san'at galereyasi uyushtirgan bo'lib, bu ko'rgazma Uyg'urlarning Cumhuriyetlik birlashmasi Olmato shaharlik Uyg'ur madaniyat markazi tarafidan qo'llab-quvvatlangan. Navbatda bu markaz Uyg'ur ayol rassomlarining asarlarini ko'rgazma qilishi va ko'rgazmaning xalqaro darajada o'tishi cho'ng yangilik deb qaralmoqda. Amerikaning o'zak sanoatini cheklashi va dunyo iqtisodining ostilishi 2022 yili Xitoyning o'zak importi va eksportining tuvanlashini keltirib chiqadi. Xitoy Tamojna bosh idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda 1-oydan 10-oygacha Xitoyning o'zak importi bulturga o'xshash mazgiliga selishtirganda 13,2% tuvanlagan. Eksport miqdori 10,8 tuvanlagan. Angliya xalqaro savdo ministri Geri Handesning Tayvanni ziyorat qilib, bu davlat bilan bo'lgan savdo munosabatini taraqqiy qildirish plani Tayvanni o'zining zimini deb qaraydigan Xitoyni g'azablantirdi. Egilishicha, ministr Handes 25 navbatlik Angliya Tayvan savdo suhbatlarining bir qismi sifatida Tayvanga qiladigan 2 kunlik ziyorati jarayonida prezident Tsai Ing-wen, shundaqla bosh savdo suhbat vakili Jun Deng va iqtisod ministri Wang Mihua bilan ko'rishdi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy bilan diplomatik munosabati bor bir davlatning Tayvan bilan bo'lgan har qanday rasmiy aloqasiga qat'iy qarshi turadiganligini aytdi.